o'sha biz o'ylayotgan, bizni qiynayotgan masalalar, ta'lim tarbiyani, hayotni, O'zbekistondagi islohotlarni hal qiluvchisi ekanligini tan oldik, lekin mana shu jarayonni to'sqinlik qilayotgan ko'p narsalarni hali yechimlari bo'yicha taklif kiritishimiz kerak bo'lgan masalalar bor. Yo'llar ham, shuni aytayotganingizdek, maktablarning holati ham ko'zimizga ko'rinmas deb oddiy masalalar, lekin bularning hammasi umumiy maqsadimizga erishishga xalaqit berayotgan narsalar. Ularni yechish bo'yicha masalalarni topishimiz kerak. Parlament komissiyasining tashkil bo'lishining asl maqsadi ham shu. Siz nima maqsadda keldingiz bu yerga? Bizning maqsadimiz butun respublika bo'yicha mana shu parlament komissiyasi tashkil etildi. O'zbekistonda ta'lim-tarbiya masalalari bo'yicha olib boriladigan islohotlar, prezident tomonidan qo'yilgan vazifalarni ijro etilish holati qanaqa, ularga qanaqa obyektiv, subyektiv to'sqinliklar bo'layapti va bularning yechimi bo'yicha vazirliklar hammasini boshini qovushtirgan holatda parlament komissiyasi tomonidan bu yechimlarni taklif qilish, erishish, so'zda qolib ketmasin bu masalalar. Ta'lim-tarbiyani muhimligini biz ko'p takrorlayapmiz, lekin uni erishish uchun aniq amaliy ishlar qilishimiz kerak. Shu har bir kamchiliklarni ko'rib, ko'zimiz bilan, qo'limiz bilan ushlab ko'rib, ularning yechimlarini jamoatchilik bilan maslahatlashib, fikrlashishni reja qilganmiz oldimizga. Samarqanddan boshladik. Mana Samarqandning Urgut tumani tahlillarimiz ko'rsatdi, eng og'ir tumanlardan bittasi. Ta'lim-tarbiya masalalari bo'yicha mana maktablarni o'rganyapmiz, bog'chalarni o'rganyapmiz. Uy bog'chalariga kirdik. Butun respublika bo'yicha yurib chiqamiz, shunaqa qilib ko'ramiz hamma joyi va xulosalar qilib. Shunaqa yoshlar bor. Hatto darsga boshqa vaqt yo'q. Ular otasiga yordam berish kerak, non sotishga yordam berish kerak. Bizani shunaqa qatlamlarga kim yordam beradi? Bu fikringiz to'g'ri. Bu ham bitta taklif sifatida qabul qilinishi kerak. Bolalarni hammasi iqtidorli. Iqtidorsiz bola bo'lmaydi. O'zbekiston eng aholisi yosh bo'lgan davlatlardan bittasi. Agar biz bolalarni iqtidorli deb alohida va qolganlarni iqtidorsiz deb e'tibordan tashqarida qoldiradigan bo'lsak, kelajakda bu xato uchun juda og'ir badal to'lashga to'g'ri keladi. Shu sababli bolalarni hammasini hayotga tayyorlash, ularni ilmli qilish, ularni tarbiyali qilish maqsadi mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatda yo'nalishi. Lekin shu bilan birga albatta ayrim sohalar bo'yicha qobiliyatli bo'lgan bolalar bor. Ularning qobiliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni o'sha o'zidagi ko'rinayotgan sohalarini qo'llab-quvvatlab, shu yo'nalishda katta natijaga erishish mumkinligiga ishontirish ham bu ham bitta tarbiyaning usuli. Qancha yerlardan o'tib ketadi o'quvchilar? Mana yo'llarni juda qanchalar qiyinligini ko'rib, bolalar ham albatta toza ko'chalarda, toza maktablarda o'qishi kerak. Qaysiki davlatda agar ta'lim tarbiyaga e'tibori sust bo'ladigan bo'lsa, u davlatning kelajagi xavf ostida bo'ladi. Shu xulosani biz bugun mana prezidentimiz tomonidan takror aytilayotgan ta'lim tarbiya bizning kelajagimizni hal qiladi degan fikrni asos sifatida ko'rishimiz kerak. Bolalarimiz yaxshi maktablarda o'qish kerak. Toza, chang bo'lmagan oshxonalari bor, sport zallari bor maktablarda o'qish kerak. Endi bu yerda o'sha mental muammolarimizdan bittasini ko'ryapman men. Qizlarni erkin turmushga chiqarish masalalari. Buni tahlil qilib ko'rishimiz kerak. Tag mohiyatida nima yotibdi? Umuman men bir narsaga ishonamanki, muammoni topganingizdan keyin uni hal qilish ikki xil usuli bor. Bu kelajakda ham aynan shu muammoni yana ham gazak olib ketmasligi, katta bir muammoga aylanmasligi uchun kelajakda hal qilishga, kelajakda shu masalani hal bo'lish uchun bugundan harakatga boshlanish kerak. Bugundan harakatga boshlanishi bugun ota-onalarning dunyoqarashini o'zgartirish bu qisman masalani yechadi. Biz bugun ota-onalarni ko'ndirishimiz qanoatga kelingan bir fikr bor-da. Men masalan qizimni turmushga berishim kerak degan fikrga kelib bo'lingan. Endi bu dunyoqarashni o'zgartirish uchun biz juda ko'p harakat qilishimiz kerak. Lekin asl maqsadimiz bu bo'lish kerak emas. Asl maqsadimiz kelajakda ota-onalarni mana shunaqa o'ylamasligiga erishishimiz kerak. Kelajakda ota-onalarni shunaqa o'ylamasligi uchun biz bugundan bolalarimizni to'g'ri tarbiya qilishimiz kerak. Chunki bugungi qizlarimiz ertani onalari. Bugungi o'g'illarimiz ertani otalari. Ular shunaqa o'ylamasligi uchun biz albatta bugundan ta'lim tarbiya ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Bugungi ota-onalarning dunyoqarashini o'zgartirish, u olimlar aytganidek, insonni o'zgartirishdek og'ir va mashaqqatli masala yo'q. O'shaniz aytdi deysizmi? Vazirlarga hamma kirib, oyog'iga rezinet kiyib yuradi. Mana biz yuribmiz. Mana xuddi shu maqsadni mayli, loy bo'lishi uchun keldik. Ko'rishimiz kerak, mana shu bolalarimiz, mana bizning kelajagimiz bo'lgan bolalar mana shu ko'chalardan yurishibdi. Bizga dedik, Alisher aka. Albatta, juda to'g'ri qildingiz. Juda to'g'ri fikr, albatta bu tuzatishimiz kerak bo'lgan narsalar hammasi. Karatga oyog'ingiz loy bo'lib qoldi-da. Endi biz o'sha ko'chalar bu. Ayog'i? Qishlog'imiz. O'z qishlog'ingizmi? Shuni xafa qilmaysiz, boy ketib. Shu boyda katta bo'lganmiz.
Maktabda o'qigan. Mana shu ko'chalarda mana kelajak katta bo'layapti.